Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan rahbar sifatida ma'lumotlar eslab qolish va kuchli xotira o'rni haqida gaplashamiz. Men sizga kuchli xotira kerak emasligini ko'rsatib beraman bugungi darsimizda. Bu juda ham g'alati eshitilishi mumkin, lekin rahbar sifatida yaxshisi xotiraga suyanmagan yaxshiroq. Nimaga bunaqa deyotganimni dars davomida ko'ramiz. Xo'p, bugun nimalar o'rganamiz? Rahbar rolida kuchli xotirangiz bo'lsa nimalar bo'ladi yoki kuchli xotirangiz bo'lmasa nimalar bo'ladi? Barcha ishlarni o'zini vaqtida yakunlash, har bitta kiruvchi vazifalar, maxsus 7 ta savolimiz bor, ya'ni har bitta sizga beriladigan yoki kun davomida qilishingiz kerak bo'lgan topshiriqlarni 7 ta savol bo'yicha nima qilamiz? Analiz qilib, to'g'ri joylashtirib chiqamiz. Rahbarlar uchun sirli 5 ta ro'yxatni men sizga beraman. Umuman bugungi darsimiz shaxsiy rivojlanishga va rahbar sifatida vazifalaringizni to'g'ri bajarish va to'g'ri odamlarga qo'yib berish vazifalarni to'g'ri prioritetlash haqida bo'lar ekan. O'zim tanishtirib o'taman. 4 yildan beri boshqaruv faoliyatida olib boraman. Ismim Javohir, familiyam Abdufattohov. Hozirgacha o'sha o'quv markazlarida boshqarganman. O'zim o'quv markazlarim bo'lgan. Onlayn infobiznesda o'sha kurs sotuv kompaniyalari bilan birgalikda ishlab kelaman. O'zim ham 2 yildan beri Superme kompaniyasida operatsion direktor sifatida faoliyat olib boraman. Bu yerda Davronbek Turdiyev va o'sha Anvar Baxtiyorov bilan birgalikda loyihalarni birga olib boramiz. Hozirgacha 10 tadan oshiqroq o'sha kompaniyalarga tizimlar qo'yib berish, o'sha yerga operatsion direktorlarda loyiha menejerlarini tayyorlab berishga yordam berganman. $2 million dan oshiqroq zapusklarni o'tkazganmiz. O'sha Supermiya, ideal zapusklar bilan bozorda bizani yaxshi tanishadi. Demak, rahbar rolida kuchli xotirani o'rni. O'zim 6 yildan beri mnemonika bilan shug'ullanaman. Mnemonika xabaringiz bo'lmaydigan bo'lsa, men qisqa ma'lumot berib o'tib ketaman. Bu xotirani kuchaytirishga qaratilgan usullar to'plami. Bir nechta chempionatlarga qatnashganman. Eslab qolish bo'yicha Rossiya chempionati g'olibi bo'lganman. Moskva chempionatlarga borganmiz. O'zbekiston chempionatida o'sha hozirgacha 100 ismni eslab qolish bo'yicha O'zbekiston rekordchisiman. Lekin bugun biz bu haqida emas, balki oddiy odam sifatida xotirangizni shug'ullantirilmagan holatingizda qanaqa qilib kerakli ma'lumotlarni eslab qolishingiz va qanaqa qilib bulardan foydalanishingiz haqida tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Rahbar sifatida juda ham muhim hisoblanadi. Yaxshi xotirangiz bo'ladigan bo'lsa, juda katta plus sizga. Nimaga deydigan bo'lsangiz, bizda deyarli ishoning har kuni har joydan topshiriq keladi, ideya keladi, analiz qilish kerak bo'ladi. Fokus juda ham ko'p joyga qaratilganda, ayniqsa o'rta bo'g'indagi farqi o'rta bo'g'indagi menejer bo'lsangiz ham, undan tepadagi direktor bo'lsangiz ham, CEO bo'lsangiz ham, founder bo'lsangiz ham, hamma joyda butun kompaniyangizda har doim tashvish bor, har doim muammo bor, har doim nimadir yechish kerak bo'ladi, nimadir yaxshilash kerak bo'ladi. Mana shu holatda nima qilishimiz kerakligini bugun ko'rib chiqarkanmiz. Demak, oddiy bitta rahbar oladigan bo'lsak, bu rob bo'lishi mumkin, marketing bo'limi rahbari bo'lishi mumkin, agentstvaning egasi bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Qaysi joyda bo'lsangiz ham xodimingiz bo'ladigan bo'lsa, sizda nimalar bo'ladi? Har kuni xabarlar kelish boshlaydi, Telegramdan, pochtadan, boshqa joydan telefonlar bo'ladi, hujjatlar keladi, odamlar keladi, degan topshiriq berib ketadi, ishini topshirib ketadi, sizdan vazifa so'rab ketadi. Mana shunda hammasi nima? Ma'lumotlar hisoblanadi. Juda ham katta ma'lumotlar bilan ishlaganda va fokusimiz tez bitta ishdan ikkinchi ishga switch deydi. Almashtirishimiz hisobiga bizda miyami kognitiv holatlarini tustayishi bo'ladi va bu normal holat. Rahbar pozitsiyasi odamga men shuning uchun tavsiya qilardim. Doimiy aqliy ishlar bilan ko'proq shug'ullanishdi, ko'proq kitob o'qish, kurslar o'qish, yangi narsalar o'rganishdi. Endi hozir buni holat nima qilishimiz kerak? Agar mana shu narsalar hammasini tizimli ravishda bajarmasak, ya'ni tizimli ravishda xabarlar oqimini nazorat qilmaydigan bo'lsak, bizda nima bo'lish boshlaydi? Hamma narsa aralashib, kasha bo'lib, valakidasi chiqib ketadi. Xo'p, barcha ishlarni o'z vaqtida qanaqa bajarishimiz mumkin ekan? Ya'ni esimizdan chiqib qolmasligi, xodimga vazifani beraveramiz, olib kelib ko'rsatsa yaxshi. Xodim o'zidan tashabbus ko'rsatib, agar olib kelib ko'rsatmasa, sizda esingizdan bang chiqib ketadi. Vazifa 3 oy oldin berilgan, 3 oydan keyin esingizga tushib qoldi. Nimadir trigger bo'ldi. Natijada nima bo'ladi? Katta ehtimol bilan vazifalarni bajarishda, umuman vazifalar qilishda yaxshi samaradorlik bo'lmaydi va rahbar sifatida xodimlar tez o'rganib qoladi. Vazifa beradi, esdan chiqib qoladi, hech nima qilmaydi, bir kun gaplashmasak bo'ldi deydi. Bir kun ko'zga ko'rinmasang bo'ldi, bergan vazifa esdan chiqib qolaveradi. Yuraverdi, bir-biriga maslahat ham berib qo'yishi mumkin. Xo'p, GTD degan juda ham kuchli tizim bor. O'sha David Allen'da Get Things Done degan sistemasi bor. Bu qanaqa deydigan bo'lsangiz, David Allen'ning maslahati qanaqa? Boshingizda, miyangizda, xotirangizda umuman hech nima saqlamang deydi. Istalgan kuchli xotiradan bitta siniq qalam kuchliroq degan gap bor. O'sha Davron aka ustozim ham ko'p aytadi bu narsani. Hamma narsani nima qiladi? Yozib yurishda maslahat beradi David Allen. Sizga ham xuddi shu usulni qanaqa qo'llashni men sizga hozir o'rgatib ko'rsatib qo'yaman. Hech narsani eslab qolishga majbur bo'lmasligingiz kerak va hamma narsani tizimli qilib yozib boradigan bo'lsangiz, vazifalarni bajarishda ham hech qanaqa muammo bo'lmaydi va nimadir qolib ketish degan narsa bo'lmaydi. Bloknotda bo'lishi mumkin. Biz hozir sanlarida ham ko'rib o'tamiz, keyingi slaydlarimizda ham bironta
maxsus dasturlarda bo'lishi mumkin, task managerlarda bo'lishi mumkin. Umumiy birinchi tushunib olishingiz kerak bo'lgan narsa, hamma narsani yozib yurishga odatlaning. Men o'sha Risolat Umidovna bilan ishlaganimda, men hayron qolganman. Kam odamda ko'rgan narsam bo'lgan, hamma narsa zametkasiga yozilgan. Bu videoni ko'rmay bilmayman, no sizlarga insight qilib aytayman. Hamma narsa zametkasida yozilgan. To'g'ri, ozgina tartibmasdir, boshqa masdir, ozgina kimgadir noqulaydir, lekin men hayron qolganman. O'zi uchun juda ham katta anaqa pyuska ishlaydi. Hamma narsani yozib beradi. Absolyutno. Kim bilan dogovor qilgan bo'lsa, kichkina qilib yozib qo'yadidan keyin ko'chirib olib qo'yaman deydi. Kunlik vazifa har doim yoziladi. Zametkaning ichiga hamma narsa yozilgan. Men o'sha yerda zo'r deb aytgandim. Haqiqatan ham nima desa bo'ladi, odamlar uchun zo'r ishlaydigan texnika, hamma narsani yozib yurish. Xo'p, har bitta kiruvchi vazifaga 7 ta maxsus savol. Xo'p, endi qaranglar. Har bitta kiruvchi vazifaga, kiruvchi degani sizga qo'yilayotgan topshiriqqa berishingiz kerak bo'lgan 7 ta maxsus savollar bor. Mana shularni hozir siz bilan ko'rib chiqamiz. Bularni yozib oling va iloji bo'lsa, jarayonda analiz qilishga harakat qiling, nima uchun bunaqa savollar berilayotgani. Birinchisi, berilgan topshiriq sizga tegishlimi? Ya'ni siz qilishingiz kerakmi, yo'qmi? Yoki sizni pasingizda odamlar, xodimlar bajarsa ham bo'ladimi? Agar boshqa odam qilish kerak bo'lgan bo'lsa, o'shanga delegate qilib qo'yish kerak. Boshqa odamga bajarishga berish kerak. Bo'ldi. Agar ha bo'ladigan bo'lsa, nima qilamiz? Davom etamiz. Ikkinchi filtr. Ikkinchi filtrimiz nima? Keling, birinchisiga misol keltiraman. Sotuv bo'limini sotuv konversiyasini o'lchash. Siz direktorsiz, operatsioniy direktorsiz, sotuv bo'limini konversiyasini o'lchashingiz kerak ekan. Nima qilasiz? Robka vazifa berib yuborasiz. Menga sotuv bo'limingidagilarda konversiyasini chiqarib ber. Bo'ldi. Agar o'zingiz rob bo'ladigan bo'lsangiz, bu ishni o'zingiz olib qilasiz. Keyingisi 5 daqiqada qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Qaranglar, mana list yozdingiz, 10 ta topshiriqingiz bor. Birinchisi meniki dedingiz topshiriq, ha sizniki chiqdimi? Endi 5 daqiqada qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Ha bo'ladigan bo'lsa, darrov olib bajarish kerak uni. Keyingi filtr, delegatsiya qilsa bo'ladimi? Ya'ni berilgan topshiriqni kimgadir berib yuborsak bo'ladimi? Ha bo'lsa, topshirib yuborishimiz kerak. Yo'q bo'lsa, o'zimiz bajaramiz. Bugun qilish kerakmi? Endi bizada o'sha Get Things dan ishlashni boshlaydi. David Allen texnikasi qanaqa? Bu berilayotgan vazifalarni muddat bo'yicha ajratib chiqishimiz. Birinchi muddatimiz bu nima ekan? Kunlik ro'yxat, ya'ni bugungi bajariladigan vazifam yo'qmi? O'sha ro'yxatga qo'shar ekanmiz. Demak, ro'yxatimizda birinchi qismida nima turadi? Bu topshiriq bugun bajariladimi, yo'qmi? Ikkinchisi esa hafta ichida bajarsak bo'ladimi bu topshiriqni, yo'qmi? Misol uchun, CRM bo'yicha to'lovlarni qilib qo'yishingiz kerak, uni tasdiqlab olishingiz kerak. Har bitta userni ko'rib chiqishingiz kerak, hisob-kitob, buxgalteriya hisob-kitobiga bitta qarab, keyin qaror qabul qilishingiz kerak-ku. So'raysiz, bizda server ishlasa, server, men shu hafta ichida qilsam bo'ladimi? Bo'ladi, hafta davomida qilsak ham deydimi? Nima qilsangiz bo'larkan, haftalik topshiriqlarga kiritib qo'yar ekansiz. Ya'ni aynan bugun bajarish shart emas, hafta davomida ham bajaradigan bo'lsangiz bo'lar ekan. Mana shunaqa tartibda nima qilasiz? Ikkinchi ro'yxatimizga borar ekanmiz. Demak, biz birinchi ro'yxatimiz bu kun davomida bajaradigan ishlarimiz, ikkinchi ro'yxatimiz esa bu hafta davomida bajaradigan ishlarimiz ro'yxat. Hozir men bu ro'yxatlar tushuntirib beraman, hammasini yig'ib qatga qo'yishni ko'rsataman sizga. Keyingisi oy davomida bajarish mumkin bo'lgan ishlar. Bir oy davomida qilsa bo'ladigan ishlar bo'lishi mumkin. Ularni misol uchun oylik vazifalarga o'tkazib qo'yishimiz kerak. To'rtinchisi esa bu muddatli vazifalar. Qachondir misol uchun bu kompaniyani qanaqadir yaxshilash uchun bitta g'oya bo'lishi mumkin. Buni misol uchun aynan qaysi muddatda bajarish shart emas, vaqti kelganda o'zi bajariladi. Qachondir degan ro'yxatga asosan g'oyalar qo'yiladi. G'oyalarimizni nima qilsa bo'lgan ro'yxatga qo'shib qo'ysak bo'lar ekan. Asosiy bizda demak 4 ta muddat belgilandi. Bugun bajarish kerak bo'lgan topshiriqlar, hafta davomida bajarish kerak bo'lgan topshiriqlar, oy davomida bajarsa bo'ladigan va muddati yo'q bo'lgan, asosan g'oyalarga tayyorlangan vazifa ko'rinishidagi topshiriqlar bo'lishi mumkin ekan. Men bularni maslahat berardim. Mana bunaqa bloknot, любой bironta bloknot oling. Men bunaqa desam qora bloknot qidirib yurmang. Любой bironta bloknot oling degan. Bloknotimizni ochamiz. Stiker kerak bo'ladi bizga. Stiker kerak bo'ladi. Har bitta vazifani alohida stikerga yozasiz. Misol uchun men bugungi vazifam deylik, marketing bo'limi, lidlar bo'yicha hisobotni ko'rib chiqish taq yozaman degan. Men bu yerga bugun deb yozib qo'yish kerak. Bugun deb yozib qo'yish kerak. Mana shu yerga yopishtirib qo'yaman. Demak, bugungi topshirig'im shu. Undan keyin 5-6 bet ochish kerak degan, haftalik vazifalar deb yozish kerak. Undan keyin yana 5-6 bet ochasiz degan, oylik vazifalar. Undan keyin yana 5-6 bet ochasiz degan, qachondir degan vazifalar. Men hozirgacha mana shunaqa bloknot ishlataman. Endi o'zim tasdiqlanib bo'lgancha ochib ko'rsatmadim buni. Mana shunaqa tartibda qo'yishingiz kerak. Bloknot bilan mana shunaqa stikerlarga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bloknotni olasiz, har bitta topshiriq alohida yozasiz degan. Mana shunaqa qilib bloknotni ichiga topshiriqlar qo'yib ketsangiz bo'ladi. Aynan bitta vazifani bajarishingiz kerak bo'lsa, mana bu yerga oxirgi qattiq qismiga o'sha vazifani bu yoqdan olib, bu yoqqa yopishtirib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun biz kunlik 5-6 ta vazifa qo'ydik. Kunlik 5-6 vazifa qo'ydingiz. Orasida qaysidir bittasini hozir bajarishingiz kerakmi? 5-6 ta 3 ta vazifamiz turibdi. Mana bitta bugun degan chastda 3 ta vazifa turibdi. Bittasini bajarmoqchimiz, hozir shuni olasidan bittani mana bu eng oxirdagi qattiq qismga yopishtirib qo'yasiz. Bo'ldi. Fokusingizni o'sha vazifaga qaratib, o'sha vazifani tugatasiz. Bajarib bo'lgandan keyin nima qilasiz? Olasidan
g'ijimlab tashlaysiz. Bo'ldi. Mana shunaqa. Bu yerda faqat bitta vazifa turadi. Xuddi shunaqa mana bitta vazifalar qo'ygansiz bugunga deb, lekin aytib qolishdi, bugun bajarishingiz shart emas, sal keyinroq qilib bersangiz ham bo'lar ekan. Bo'ldi, olasiz degan 3-4 bet nariyoqqa hafta ichida degan topshiriqqa ko'chirib qo'yasiz. Yoki hafta ichida degan topshiriqni o'sha bajarishga bugun vaqtingiz bormi, olib, mana bu bugunga ko'chirib qo'ysangiz bo'lar ekan. Stikerlar u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan yoqqa o'tishni boshlaydi. Agar sizga elektron dasturlardan foydalanish qulay bo'ladigan bo'lsa, Trello ni ishlatsangiz bo'ladi. Trelloda xuddi shunaqa qilib bir nechta bo'limlarni ajratib olsangiz bo'lar ekandagi, bu yoqdan bu yoqqa vazifa kartochkasini bu yoqdan yoqqa qarab o'tkazishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, rahbarlar uchun sirli 5 ta ro'yxat. Qanaqa deydigan bo'lsangiz, bu yerda asosiy 5 ta ro'yxatimiz bor. Bu mana bunga o'xshab ketadi. Birinchisi demak, delegatsiya qilingan vazifalar, ya'ni kimgadir topshirib yuborgan vazifalar. Ikkinchisi bugun qilishingiz kerak bo'lgan vazifalar. Mana bu bizada bloknotimizda bugungi vazifalar bo'lishi mumkin. Yoki Trello ishlatadigan bo'lsangiz, o'sha Trello'ingizda ajratib olasiz. Tiq bo'limchalarga. Demak, birinchi bo'lim delegatsiya qilib tashlaydigan vazifalaringiz, ya'ni vazifa keldi, uni kimgadir berish mumkin. Yozasiz, mas'ul shaxs yozib qo'yasiz. Ikkinchi bo'limda bugun qiladigan vazifangiz keyin ketadi bu yoqdan. Bugun tuk vazifalar, keyingi haftalik, oylik va qachondir. Low priority bo'ladigan bo'lsa, g'oyalar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni maqsad bo'lar ekan, 5-bo'limga qo'ysak bo'lar ekan. Mana shu tarzda qo'ysangiz bo'ladi. Mana Outlook'ga qo'ysa bo'ladi. Birinchisi, meetinglarda Notion kalendarga ham qo'ysa bo'ladi. Men Notion kalendar o'zim ishlataman, taklif qilaman. Google kalendar ishlatsangiz ham bo'ladi. Farqi yo'q. Meetinglarda kalendarlarga qo'yib tashlash kerak. Mana shular eslatib turadi. Vazifalar bo'ladigan bo'lsa, alohida bu yerda papka deyilgan, aslida ustun. Trelloda ustun tiq. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'sha Trelloda ishlash bo'yicha ham bitta dars qilib berishimiz mumkin. O'sha YouTube ga bepul dars qo'yishimiz mumkin. Foydali. Kommentariya yozib ketsalaringiz, rejaga kiritib qo'yamiz. Bo'limlarni olib, Trelloga taq o'zingizda vazifalaringizni mana bunda delegatsiya qilinadigan, bugungi nomida bajaradigan, haftalik, oylik va qachondir qo'ysangiz bo'ladi. Bloknotga ham demak o'sha mana bunga 5-bo'limga bugundan sal oldinroqqa yozib qo'ysangiz bo'lar ekan. Delegatsiya qilingan. Ya'ni vazifa keldi, yozdingiz, oldingizdan tiq delegatsiya qilindi. O'sha berildi kimgadir deb kiritib qo'yasiz. Ertaga vazifani nima qilasiz deydigan bo'lsangiz, o'sha delegatsiya qilingan vazifani mana bu stikerga yozilgan vaqtda pastda deadline ham yozib qo'yasiz. Kimga berdingiz? Men media bo'limini topshirig'i edi. Target videolar montaj qilib berish. Bo'ldi, yozaman, deadline yozib qo'yaman. Kim? Umid aka javob beradi. Men Umid akadan deadline bo'yicha so'rayman. Target videolar montaj tayyormi? Ha, tayyor. Bo'ldi. Keyingi vazifa Odil akaga marketingga yuborib yuborish, uni target videolar montajini chek qilib chiqish, ko'rib chiqish. Pastdagi so'zlar xato ketmadimi? Video yaxshi chiqqanmi? To'g'ri qilganmi? Bo'ldi. Mana shunaqa qilib bir-biriga delegatsiya qilib so'rab olishimga osonroq bo'lar ekan, stikerlar bilan mana shu tartibda ishlashim. Xo'p, hozir ozgina tezlashib ketgan bo'lsak yoki nimadir yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, darsni qaytadan ko'rib oling, ishoning, 2 barobar ko'proq ma'lumot olasiz bitta dars qaytadan ko'rib olish natijasida. Tushunmay qolgan bo'lsangiz, voy qiyin ekan, pauza, duf ketib ishingizga yana kalla tashlab sho'ng'ib ketmay, taq olish kerak degan, qaytadan bitta ko'rib, jarayon davomida bloknot bilan stiker olib qilib ko'rish kerak aytilayotgan vaqtida. Mana bunaqa jarayonni qilib ko'rasiz, osonroq tushunib tezroq real hayotga qo'llashingiz mumkin bo'lar ekan. Xulosa qiladigan bo'lsak, tizim degani bu hamma narsani eslab qolish, kuchli xotira degani emas, balki tizim bu butunlay miyaga, xotiraga tanishni olib tashlash degani. Bu faqat o'sha vazifalar bilan kelganda shunaqa. Buni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilib, hamma narsani tam kuchli xotira kerak emas, miya ishlatish shart emas deb tushunmang. Analitika sizda eng muhim funksiyangiz rahbar sifatida, o'sha narsa uchun baribir siz o'sha ma'lumotlar bilan ishlay olishingiz kerak. Kuchli xotirangiz bo'lsa zo'r, xotira shug'ullantirsangiz zo'r, lekin mana bunaqa usullar orqali kamroq unga yuklama berib xotirani aynan boshqa kerakli joylarga ishlatishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, video foydali bo'lgan bo'lsa va yaxshi insightlar olgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib keting. Men xursand bo'laman har bitta izohlaringizdan. Yana qaysi mavzular sizlarga rahbar sifatida qiziq bo'ladigan bo'lsa, ularni ham yozib ketsangiz yoki savollaringiz bo'lsa, ularni ham yozib ketadigan bo'lsangiz izohga, biz mana shu narsani hisobga olib, rejamizga qo'shib qo'yamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling.